الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Hurmatli Allohning aziz mehmonlari, Alloh taolo sizu bizni umra ibodatlarimizni dargohida qabul aylasin. Amin. Bu yerda qilayotgan umra ibodatlarimizni va hamda duolarimizni Alloh taolo dargohida qabul aylasin va hamda mabrur umralardan bo'lishligini Alloh taolo nasib aylasin. O'tgan safar aytganimizdek yana bir qator eslatma qilib aytamiz. Umra ibodatini qabul bo'lishlikning alomatlari 3 ta. Birinchisi, Alloh taolo yer yuzidan bandalarining orasidan sizu bizni tanlab oldi va o'zini bayti tomon challab labbaykani aytib kelishligimizni ixtiyor qildi va biz bu amalni qildik inshaalloh. Alloh taolo bu umra ibodatimizni qabul bo'lganligini birinchi alomati hisoblanadi. Ikkinchi alomati shuki, birinchi umra ibodatidan keyin ikkinchi umra ibodatligini qilishlik, bu yana bir bor umrani qabul bo'lishligi. Mana biz birinchi umrani qildik va ikkinchi umra ibodatini qilishlik uchun Oysha onamizni Masjidul Tin degan miqoti bor, shu yerga chiqib yana niyat qilib 2 rakat namoz o'qib umra ibodatlarini qilamiz va inshaalloh bu ham umramizni qabul bo'lishligini alomati hisoblanadi. Uchinchisi, eski odatlarimizni tashlagan holda, eski yomon odatlarimizni tashlab, onadan yangi tug'ilgan chaqaloq singari bo'lib qaytishligimiz bu sizimizning 3-chi umra ibodatimizni qabul bo'lishligining alomati hisoblanar ekan.